Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun navbatdagi efirimiz, qancha efir emas, dars desam bo'ladi. Chunki efirga tayyorlanganda tayyorlamadim. Am, Dars sifatida tayyorlanishga harakat qildim. Bugun mavzumiz judayam интересный mavzu. Onamiz bizdan rozi bo'lmasa ham baxtli yashay olamizmi? Такой больной tema. Э, Har doim eshitgansizlar, ona rozi, xudo rozi. Jannat onalar oyog'i ostida. Agar hayotingda muammolar ko'p bo'lsa, atnosheningda muammolar ko'p bo'lsa, onang bilan atnosheningni yaxshi qil. Shunda hayotingda hamma narsa zo'r bo'ladi. Yana kim yana shunaqasini eshitgan? Shunga o'xshash yozib boringlar. Shunda biz shunaqa состояниеda qolib ketamiz. Вроде xohlaysiz, lekin qilolmaysiz. O'zingiz bilan atnosheniyingizni zo'r qilolmaganingiz uchun, demak, hayotingizda yaxshi narsa bo'lmayapti deb o'ylaysiz. O'zingizni ayblaysiz. Va qanaqadir ilojsizlikda qolib ketamiz. Na buni eplash mumkin, na bundan voz kechish mumkin. Ona bilan munosabat qilayotganimizda bizada bunaqa bo'lishi mumkin. Hozir hammasi zo'r. Вроде oyingiz bilan munosabatingiz klassni, lekin nimagadir вообще erkaklar bilan munosabatingiz o'xshamaydi. Odamlar bilan munosabatlaringiz o'xshamaydi. Hayotingiz o'xshamaydi. Va shunda psixologlar aytadi, onang bilan munosabatingni yaxshi qil, yana nima qilay? Qaysidir joyda onangga ta'zim qil deyilgan, ta'zim ham qilgansiz. Oyog'ini yuvib o'p deyilgan, yuvib o'pgan bo'lishingiz ham mumkin. Shukronalik, minnatdorchilik hammasini qildingiz. No, hech narsa o'zgarmaydi. Kechir deyishdi. Siz kechirdingiz ham. Yana o'sha gap. Gap nimada? Вообще nima qilish kerak? Shunaqa holatga tushganmisizlar? Tanishmi, yo'qmi? Ikkinchi tomondan, siz psixologiyani o'rganishni boshladingiz. Oyingiz xato qilayotgan narsalarni ko'rishni boshladingiz. Jon-jahdingiz bilan yopishasiz. Oyi, давайте mana bunaqa emas, bunaqa qilaylik. Lekin полностью krest yo'q, принимать qilish yo'q sizni. Yana hayronsiz. Siz to'g'rilash uchun ko'rayotgan yo'lingiz, oyingiz mana bu yerda xato qilyapti. Buni ko'rdingiz, mana shuni to'g'rilasangiz, hammasi zo'r bo'ladi siz bilan oyingizda. Lekin oyingiz ko'rmayapti. Yana siz ilojsizsiz. Yana nima qilish kerak? Nima qilib beray, uyingga tushib beraymi hayotimni to'g'irlash uchun? Vot aytinglar deydigan ahvolga kelasiz. Chunki hammasini qilib ko'rasiz. Bugungi darsimiz вообще noodatiy. Bilmadim, bu narsa bizada именно o'zbekchiligida aytiladimi bu gaplar, aytilmaydimi bilmayman, lekin men uchratmaganman. Чисто o'zimni qarashlarim bilan bo'lishishga harakat qilaman. Plus именно psixologiya tomonidan qarab chiqamiz, nima bo'lyapti aslida. Nima qilish kerak? Biz nimani xato qilyapmiz? Kursma-kurs yuryapmiz, ta'zim qilyapmiz, sevyapmiz, ko'ngillarni olishga harakat qilyapmiz yoki onasi bo'lib olgan bo'lsak, qaytib bolasi bo'lishga harakat qilyapmiz. Bolasi bo'lib turib so'rasak, so'raganimizni bermayapti. Qanaqa qilib bola bo'lay, ular bizdan o'zi so'rab tursa-da. Demak, mana shu savollarimizga javob topishga harakat qilamiz. Endi ba'zan ota-onani yoki onani deylik. Ba'zan onani xatti-harakati rostdan sog'lom emas. Men uni kasal demoqchi emasman. Adekvat emas. Siz buni точно ko'rib turibsiz. Bu joyda ham ikkita krayinskiga ketamiz. Birinchi, agressiyamiz ko'tariladi, uni to'g'rilashga harakat qilamiz. Ikkinchisi, uni ham travmasi bor, nima qilsin deb oqlashga o'tib ketamiz. Tanishmi? Nima qilsak ham onamizni o'zgartira olmaymiz. Lekin единственный qila oladigan narsamiz mana shu tushib qolgan, tinmasdan aylanib turadigan klubimizda chiqib ketish uchun biz o'zgartira oladigan narsa bor.
Shu haqida gaplashamiz. Так. Oiz bilan munosabatingizda sizni eng qiynaydigan narsa nima? Bitta so'z bilan yozib boring. Masalan, oyim manipulyatsiya qiladi yoki oyim doim kasal, e, o'zimni oilamga qarolmayman yoki oyim mani oilamni hisobga olmaydi yoki oyim mani haliyam nazorat qiladi. Yoshim nechida bo'lishidan qat'iy nazar. Yoki mendan talabi ko'p, mendan kutgani ko'p. Bir so'z bilan yozinglar. Nazorat. Eshitmagan, nazorat qiladi. Endi onamiz bizdan недовольна bo'lsa, вечно недовольна bo'lsa, biza вообще baxtli yashashimizning imkoniyati bormi o'zi? Bugungi savolimiz shu. Kelinglar, ozgina o'zimizni sostoyaniyimizni bilish uchun quyidagi savollarga o'zimiz uchun javob beramiz. Istang chatda, istang o'zingizga. Только по-честному. Hozir berayotgan savolga aqlingiz bilan javob bermang. Чувствовingizga qarang, hissiyotingizga qarang. Hmm, Rostdan shunaqami yo o'zim aldayapmanmi degan shubha bilan sekin qarab qo'ying-da, keyin javobini yozing. Istasangiz chatda, istasangiz o'zingiz uchun aytganimda. Birinchi, oyi sizni maqtasalar, sizni kayfiyatingiz ko'tariladimi? Vроде bu yerda hammamiz katta inson. No, 25 yoshdan katta. И вообще bu yerda yana ikkinchi savol tug'ilishi mumkin. Oiz вообще o'zi sizni maqtaydilarmi? Это тоже вопрос. Agar ha maqtaydigan bo'lsalar, sizni kayfiyatingiz ko'tariladimi? Plyus qo'ying, minus qo'ying. Ha, конечно, ha. Ona bilan yaqin bo'lolmaganman, manimcha, lekin nazorat kallasi qolmadi. Maqtasa o'zimni qulay sonaman. Maqtasalar yoqmaydi. Kayfiyatim maqtaganlarda ko'tariladi, наверное. Maqtamaganlar deyarli. Ну, vdруг o'sha bitta-ikkita maqtaganlarini eslasangiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Ikkinchi, agar ular sizdan недовольны bo'lsalar, вот sen buni noto'g'ri qilding, eplolmading, bajarmading, doim shunaqasan, tanbeh, ну, просто вот norozilar. Shu paytda kayfiyatingiz rasvo bo'ladimi? Balki o'ylayotgandirsizlar, bu nima deyapti? Hamma shunaqa-ku o'zi, shunaqa bo'lishi kerak-ku, deb o'ylayotgandirsizlar. Agar shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsalar, fikrlaringiz o'zgaradi deb o'ylayman. O'zizga yo'q deyishdan qo'rqasizmi? Va keyingi savol. O'ziz bilan gaplashib bo'lganingizdan keyin o'sha ikkovlaringizni suhbatlaringizni necha kun boshingizda aylantirasiz yana? Necha kun tahlil qilasiz, o'ylayverasiz, eslayverasiz, har bitta gapni yana qaytib ezib qarab chiqasiz. Vafot etganlar telefon aytyapman. Ha. Tanqid qilsalar yoqmaydi. Asablarim buzilib ketadi, kayfiyatim tushadi doim. Yo'q deb aytolmayman, lekin mendan norozi bo'ladi. Ayta olaman, lekin mendan norozi bo'ladi. Shu joyi ham borda, yo'q deb ayta olish haqida ham hozir aytaman. O'zimni keraksiz va aybdor his qilaman. Qo'rqaman, yo'q desam ham, yig'lab bo'lsa ham aytganlarini qudratlarda. Man shu kunlarda bir kunda eslayman, keyin biz boraman. Ko'p o'ylamasdim, lekin xafa qilib qo'yaman deb o'ylardim. Xafa bo'laveradilar. Yo'q deb aytolmayman. E, Yo'q deyishni soстояниесiga qaranglar.
O'zi aytadi nimanidir. Jahlingiz chiqadi, prям agressiyaga kirasizda yo'q deysiz. Idalishib ketdingiz. Lekin ichingizda вот prям e, olov yonadi. Birinchi, yo'q deganingiz uchun aybdorlikka kirishingiz mumkin deb bo'lgan bo'lsangiz ham. Ikkinchi, yo'q deganingizdan keyin nimaga onam shunaqa degan pretenziya bilan shuni qilmasa bo'lardi, shu situatsiya bo'lmasa bo'lardiku degan sostoyaniyada qolib ketishingiz mumkin. Yo'q deyish ikkinchi holatini misol uchun tushuntirib beraman. Magazinga kirdingiz, sdachingizga 5 ming so'm beraymi? Tam kamrog'ida 5 ming so'mligim o'zimga kerak edi. Maylimi, shuni o'rniga sizga bilan 5 ta saqich beraman deb aytsa, kassir. Siz unga yo'q kerak emas deb pul bera qoling deyishingiz mumkin. Вот yo'q dedingiz. Va bu yerdagi yo'qdagi svobodani ko'ring. O'zingiz aytgan narsaga aytayotgan yo'g'ingizni solishtiring. U действительно shunaqa svobodni bo'lsa, kassirga yo'q 5 ta jvachка kerak emas degan yo'q bilan bir xil bo'lsa, это ок. Lekin u yoqda agressiya bilan yo'q deb ichimizda to'fon bo'ladigan bo'lsa, u yo'q haqida emas. Bu yo'q deya olmaslik haqida. Yo'q deyish nima ekanligiga bog'liq. Qachondir ayta olaman, qachondir ayta olmayman. Har kun o'zim bilan o'zim urushaman. Men yo'q deyman, lekin aytganlarini qilaman. Ну, да, judayam tanish odat. Yo'q, menda agressiya. Да. Хорошо. Demak, keyingi savol. Hech narsa, yomon narsa oyingizga qilmagan bo'lsangiz ham, o'zingizni aybdor his qilaverasizmi? Oyingiz oldida. Agar hozirgi savollardan hammasida yoki bir nechtasida, yarmidan ko'pida savol 5 ta edi. Bitta uchtasida ha degan bo'lsak, travma kursiga marhamat. Конечно, hazillashyapman. Ну, в принципе, hazil emas, bu rost. Agar bir nechtasida ha degan savol bo'lsa, demak ichimizda haliyam onani baholashidan зависеть qiladigan, onani состояниясiga bog'liq bo'lgan shu bola haliyam yashayapti. Ya'ni bizni travmirованный частimiz katta hayotga o'tmagan, o'smaganmiz. Yosh boladaqa reaksiyamizni davom ettiryapmiz. Va bu reaksiya sizni yoshingizga, aqlingizga, intellektingizga, omadli ekanligingizga, karyera qilib takoy krutoy bo'lib professor bo'lib ketganingizga bog'liq emas. Bu biz boshqara oladigan состояние emas. Biz nazorat qila oladigan состояние emas. Bu chuqur ong ostimizda yoki tam neokorteksda joylashgan psixikamizni reaksiyasi va u sizdan so'ramaydi. Siz javobni o'ylab topaman deguncha u mig javob keladi. Mana masalan so'rayapman-da. Oy sizdan xafa bo'lsalar настроениеңiz buziladimi dedimi? Sizni javobingiz keldi. Mana shu javob qanchalik tezlikda keldi? Mana shu javobdan 12 karra tezroq ishlaydigan miyamizni qismi bor. Va u sizni nazoratingizda emas. Va mana shu qismdan turib biz reaksiya qilamiz. Va mana shu reaksiyani boshqara olmaymiz va biz unga butunlay tobe bo'lib yashaymiz. Va katta bo'lganingizdan keyin hammasi ok, hozir hammasini tushundim. Onam nimaga bunaqa o'zini tutganini tushundim. U bilan отношениям yaxshi. Hozir unga mashina olib berdim, uy olib berdim, maza qilib yashayapti, chet elda dam olyapti, mani duo qiladi. Deganimiz hech narsani o'zgartirmasligi mumkin ba'zan. Gap вообще oyingiz bilan отношениянgiz haqida emas. Oyingiz bilan munosabatingizda sizni psixingizda paydo bo'lgan polomkada yoki sizni ichki holatingizda yoki sizni onangiz haqida paydo bo'lgan obrazingizda. Va biz travma bilan ishlaganimizda mana shu obraz bilan ishlaymiz, mana shu ichki holatimiz bilan ishlaymiz. Shu joyi tushunarlimi?
uch yilda ha ekan. Mhm. Da ko'rishga vaqtda borolmasak oqilona o'zim. Klassika. Ha, ba'zan ma'zunda drama kursda o'qimoqchiman kelgan. Bu yerda praktika bo'ladimi? Bilmadim. Ko'rganimizcha. Mhm. Хорошо. Tushunarli bo'lsa yaxshi. Так, Telegramda ham сообщениyalar bor ekan. Xohlasangiz o'qaman. Хорошо. Telegramda ham bemalol yozsangiz bo'ladi, qiyin. Ovoz chiqarib yoqmasa, uni yozayotganlaringizni ko'rib turaman. Tushunaman, uzoq kutganingizni, chunki действительно aktual mavzu. Siyqasi chiqib ketgan, lekin natija bo'lmaydigan joyida. Nimaga ona bilan ishlaymiz, oxirida mana shunaqa bo'lib qoladi. Mana shu joy haqida gaplashamiz. Agar shularni ishlamasak, bizga nima yomon tomoni bor? Buni ishlash nima uchun kerak bizga? Yaxshi savol, вообще yaxshi savol. Тем более traumani kovlashtirmanglar, shu kundan tortib kelajakni o'zgartiringlar deydigan narsani ko'p eshitasizlar. Bu o'tmishni kovlash emas. Bu вообще oyisni yaxshi ko'rish, yomon ko'rish, kechirish ham emas. Biz yashadik, yashagan paytimizda nimadirlar sodir bo'ldi hayotimizda, aynan onamiz bilan. Biz mana shu состояниеda qoldik, katta bo'ldik, aqlimiz yetdi. Biz o'zgardik. Как бы aqlimiz bilan, onamiz bilan munosabatimizni ramkaga soldik. Hozir juda yaxshi, tipa. No, mani psixikamda qanaqadir состояниялар borki, u qolib ketdi. Hozir onam bilan munosabatim zo'r bo'lgani bilan, yonimdagi partnyorim bilan muammolar mana shu yoqqacha. Bolalarim bilan muammolar mana shu yoqqacha. Yoki tashqaridan ularni ham zo'r qilib olganman, lekin ichim juda yomon. Man xohlaydigan narsa, man xohlaydigan hayotmi, yo'qmi, tushunmayman. Biza bu bilan ishlaganimizda, prinsipi, o'zimizni ichki holatimizni yaxshilaymiz. Bizaga nima yomon tomoni bor? Mana shu bolalikda travmaga tushib qolganimizdagi reaksiyani hamma bilan davom ettiraveramizda. Bundan charchab ketasiz. Ba'zan o'sha og'riq shu qadar kuchli bo'ladiki, u og'riqdan biz kuchli ayolga aylanamiz, lekin charchab ketamiz, остановиться qilishni iloji yo'q. Maza qilib dam olishni bilmaysiz. Faqat bugungi rasmkamizning mavzusi ertalabdan kechqurungacha faqat tozalayman. Tinmasdan hamma joyini tozalab, chiniday qilishim kerak. Bu normal deb o'ylaysizlar? Конечно, нет. Нормально в каком смысле? Да, tozalik judayam muhim, tozalamanglar demoqchi emasman. Но перебор yoki постоянно страдать qilasiz, постоянно og'zingizni yopasiz, hammaga xo'p deysiz. Keling, mana shu qaynona bilan bo'ladigan muammomizga qaraylikda. Nimaga qaynona manipulyatsiya qiladi, siz chiqib ketolmaysiz va qaynonadan yaxshiroq bo'lishni talab qilasiz. Yo'q, o'sha qaynonangiz agar yoki onangiz agar kim bilandir munosabati yaxshi bo'lsa, demak umidni uzish kerak emas. U yoqda biz munosabatni yaxshilab bilamiz. Mana shu manipulyatsiyaga yoki uni xafa bo'lishiga yoki yaxshi ko'rmay qolishiga chidolmayotgan man borman. Mana shu man bilan yuzlashib o'zimni bolalarimga qarashim kerak. Ya'ni mani Basha tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, mani onam bilan munosabatimda yopilmagan ehtiyojlarim bor. Men bu ehtiyojni yopish uchun allambalolarni qilib yuribman bu hayotda. Qayergadir direktor bo'lishni xohlayapman, qayerdadir priznание xohlayapman, qayerdadir mashhur bo'lishni xohlayapman, qayerdadir yana bir narsalarni xohlayapman. Mana shu xohishlarimni juda ko'pi yetganimdan keyin 2 sekundda обесценивать qilaman. Bu kam bo'ladi. O'rniga yangisini xohlayman. Yana dal ishga ketaman 1 yilga, 2 yilga, 3 yilga.
Biza mana shu yopilmagan potrебностьni bilmasak, travma bilan ishlashni tagida yotgan narsa mana shu yopilmagan ehtiyojimiz. Va bu ehtiyoj nima va u bizani qayerga qarab olib ketyapti, o'zimizga bu kerakmi yo'qmi degan narsalarni tushunib olamiz. Mana shu ehtiyojni bilib u bilan ishlamasak, o'z bilan munosabatingizni nima qilishingizdan qat'iy nazar, baribir состояниеңiz yaxshilanmaydi. Ya'ni состояниең yomon, oying bilan munosabatingni yaxshi qil degan narsa noto'g'ri agar просто chiroyli munosabat haqida gap ketsa. Agar ichkaridagi состояниеңiz unga nisbatan чувстволарingiz haqida gap ketsa, ну да, ok. Va shu joyda balki hamma qabul qila olmaydigan gap, agar если чё oyingiz bilan munosabatni butunlay to'xtatishga to'g'ri kelsa, to'xtatish mumkin va при этом baxtli yashash mumkin. Bu agressiyadan to'xtatish emas. Bu nenavist bilan, yomon ko'rish bilan to'xtatish emas. Da, ba'zi bir insonlar bor. U inson bilan hech kim aloqa qilmas. Yoki mana qarang, agar shu onangiz sizni onangiz bo'lmasa, просто tashqaridagi qo'shni xotin bo'lsa, u bilan aloqa qilarmidingiz? Shu savolga prям adekvatni javob bering. Bu yerda bola bo'lib emas, sizga qilgani, qilmagani, bergani, bermagani haqida emas. Ya'ni ona degani har doim ham ilohiy obraz emas. U bilan ham nimalardir sodir bo'lgan. Uni yomon ko'rish haqida emas, uni tahlil qilish haqida emas hozir aytayotganim. U hozir nima sabablardandir shu holatga kelganki, просто uni yonida birga bo'lish juda qiyin. Va siz o'zingizni himoya qila olmay qolsangiz, hayotingizda qolgan qismini отравить qilish shart emas. Bu haqiqatda o'ta og'ir состояниялар haqida. Вот narsist, manipulyatorda u prям yashashga qo'ymaydigan. Lekin hamma uni shunaqa demoqchi emasman. Mana shunaqa vaziyat bo'lganda, shunaqa krayность bo'lganda ba'zan bu yechim bo'la oladi. Qaynam chizig'idan chiqmaslikka harakat qildim. Mana shu qaynam chizig'idan chiqmaslikka harakat qildim. Nimaga? В итоге men nima xohlayotgandim? Ana o'sha ehtiyojimni men onamdan kutgandim. Men o'sha ehtiyojimni yopmaganim uchun men hozir bu ishlarni qilyapman. Agar bu ehtiyojni bilsak va u bilan ishlasak, hammasi o'zgaradi. Oyim qaynona kelin inoq bo'lsa yaxshi ko'rardi. Buni onam uchun qildim. Onam meni yaxshi ko'rishi uchun. Qaynam nohaq bo'lsam, oyim rozi bo'lishi uchun shartga bo'lganman. O'zimiz aytayapmiz buni. Ko'p hodisalarni xohishlarni amalga oshirgandan keyin lazzat olmasligimiz sababi aslida bunga emas, onamiz bilan yechilmagan ehtiyojimiz borligida shunaqa. Xuddi shunaqa, juda ko'p holatlarda shunaqa. Erdan e'tibor qadrlashni qaranglar. Любой shunaqa katta ehtiyojingiz bor, butun dunyodan xohlab so'rab olishni xohlagan narsangiz aslida u yoqda ona bilan boshlangan bo'ladi. Dada 3 yoshdan keyin biz uchun juda muhim bo'ladi, 2-3 yoshdan keyin. Ungacha ham dadani o'rni bor, lekin siz oyisiz qornida yashadingiz, oyingiz qaysi rangdagi ochki bilan dunyoga qaragan bo'lsa, siz uni ko'zlari orqali dunyoga qaradingiz. Va uni chustvalari уже sizda bor. Tug'ilganingizdan keyin sizni ehtiyojlaringiz bor va ona har doim zo'r bo'la olmaydi. Ona ba'zan bolasini rostdan yomon ko'radi. Ba'zan ona shu tug'ilmay ketsin edi deydi. Ba'zan ona proklinat qiladi. Ba'zan ona tashlab ketgisi keladi. Ba'zan ona abort qilgisi kelganu vaqti katta bo'lib ketgani uchun tuqqan. Va bu joyda yana aytaman, ona xato qilgan, to'g'ri qilgan emas. Bu fakt, bu hayotda shu narsa bo'ldi siz bilan. Ona ham odam. Buni chustvalari состояниялар. Va sizga bo'ldi. Nima qilish kerak? O'tmish narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Va siz travmirованный bo'lib katta bo'ldingiz. Va endi nima qilish kerak? Починить qilish kerak. Endi kattasiz. Va siz buni eplay olasiz. Bunga qaytib qarab, buni qayta yashab o'tishni eplay olasiz. Dilapak, mamik va to'g'ridan to'g'ri ishlasa qanday natija beradi? Travma orqali emas. Savolingizni yaxshi tushunmadim, qarang, to'g'ridan to'g'ri ishlash deganda nimani nazarda tutdingiz?
Travma orqali emas. Biz ota-onamizga vashi ishimiz yo'q ishlatgan paytda. Ota-onamiz bilan bo'lgan munosabatimizda bizda yopilmay qolgan ehtiyojlarimiz, bizda qolib ketgan neprojitые чувства, yashab bitilmagan, man qilingan chustvolarimiz, psixikamiz ko'tarolmagan. Siz kichkina bo'lgansiz, siz uchun bu слишком og'ir bo'lgan, buni hazm qilib bo'lmagan. Mana shu joyda siz застревать qilib qolgansiz. Mana hayotingizni yashab ketayotganingizda o'shanga o'xshagan narsani ko'rsa, miyangiz ras qizil signali yonadida o'sha paytdagi reaksiyani qiladi, bo'ldi. O'tirasiz, nimaga man bunaqaman, nimaga man buni qilmadim, eplolmadim, man lattaman, man baloman, bilardim-ku. Siz bilan все нормально. Просто bu psixikani reaksiyasi. Shu joyga boramiz, shu bilan ishlaymiz. Shuni o'zgartirishni o'rganamiz. Dama o'zimda ko'p bo'ladi. Nimaga tug'dim, o'zimni hayotimni yasholmayapman degan xayollar. Вот shundan keyin tashlab ketgim keladi-da. Shundan keyin ham o'zini yomon ko'radi ona o'sha joyda-da. Parallelni bolasini yomon, вот просто hamma narsa izdan chiqishni boshlaydi. O'z-o'zidan qoniqa olmaslik, faxrlanmaslikda o'z-o'zini yaxshi ko'rish degan narsa bor-ku. O'z-o'zini yaxshi ko'rish, birdaniga o'zingizni yaxshi ko'rish qiyin. O'zingizni yaxshi ko'rishni boshlasangiz, keyin boshqalarni yaxshi ko'ra olasiz. Bu joyda ham jon bor, lekin tashqaridagilarni yordamisiz bo'lmaydi. Masalan, manda ba'zi вот onam maqtagan, san mani tam chiroyligim, san mani aqlligim, ну, aqlligini eshitganman. San tam молодец. Eshitganman buni kattaroq yoshda. Kichikroq yoshda bu narsani eshitmaganman. Eshitgan bo'lsam ham man buni eslolmayman. Manda boshqachasi qolgan. Hozir bir marta juda ham negativniy voqea bo'lgan bo'lsa-yu, 10 marta maqtalgan bo'lsam ham mandan ular o'chganda mana bu joy qolgan. Как baza. Endi men o'zimdan faxrlanishim kerak. Takim boqim. Qayerdan olaman men bunaqa narsani? Onam bilan bo'lmagan bo'lsa. Da. Bu joyda orqaga qarashga to'g'ri keladi. Sostenimiz bilan ishlashga to'g'ri keladi. Da, bu paytda atrofdagilarni sizga otsenkasi juda ham muhim. Nimaga shunday negativni eslab qolib, pozitivni unutib yuboramiz? Chunki negativ joyda agar qo'pol qilib aytsak, siz mana 100% energiya bo'lsangiz, gustuk energiya bo'lsangiz, siz bulutchasizda, energiyadan tuzilgan, energetik ma'noda. Siz bilan nimadir sodir bo'ldi va bu siz uchun слишком og'ir bo'ldi. Va siz buni ko'tara olmayapsiz, ishlab обработка qila olmayapsiz siz bilan bo'lgan narsani. O'shanda mana shu qism keling, buni qanaqadir sizga nayza o'tirdi deylik. Вот sizni qaysidir burchagingizga kelib tegdi. Действительно, travmada прям shunaqa жгучий боль his qilasizlar. Plus qo'yib yuboringlar. Bundan hech qilgan bo'lsa, yuragingizni oq tashlagingiz his qilmagingiz keladi-da. Qanaqa so'z bo'ldi? His qilmagingiz. His qilgingiz kelmaydi. Вот o'sha o'q mana shu joyga tegdi-da. Mana shu o'qlangan joyi bilan bu bulutcha dalish ketolmaydi. Pastga tushib ketishi mumkin, o'q og'ir. Va shunda o'sha joyini aytaylik, uzib tushirib qoldirdi. Iddalishib ketdi. Yana so'zib ketayotganda yana o'q tegdi, yana uzib tushirdi. Uni rosa bo'laklari ketib qoldi. Har safar o'sha o'q tekkan payti aytaylik kun botayotgan payt edi. Va har kun botganda siz psixikangiz avtomatik o'shani eslatadi. Ya'ni o'sha eski voqeani eslaymiz. Oyingiz har doim sizni urgan bo'lsa, ko'chada bitta bolani onasi urayotganini ko'rsa, o'sha joyda chil-parchin bo'lasiz. Yaxshi narsani eslash nima? Yaxshi narsadan resurs olgansiz, yaxshi narsalar siz bilan все в порядке. Uni eslashga ehtiyoji yo'q psixikani. Xavfni sezgan payti, qara yana bizga bolalar bo'ladi, esingdami? Все, o'zingni yig'ishtirib ol, давай reaksiya qil deydi. Bu reaksiya обязательно yo qochib ket, yo qotib qol, da, tupoyga aylanib, reaksiya qila olmasdan yoki tashlanib, urushib, agressiya qil degan reaksiya bo'ladi. Da, xuddi tanamizga tikon kirgandek, qolib ketgandek, kimdir tegib ketsa og'riq beradi. Rovna xuddi shunaqa qo'shilaman. Menda bo'lgan, urganini ko'rib rosa yig'lagandimda. Reels ko'rayotganda ko'tarolmay qolasizlar-ku.
Nimadir ko'rsangiz normalniy qaraysiz, nimadir ko'rsangiz ko'tarolmay qolasiz. Shu joyda, значит, bizda problema bor. Хорошо. Telegramda hammasi joyidami? Agar ovoz yo nimadir noto'g'ri bo'lsa, chunki chiqib kirayotganlarni ko'p ko'raman. Bunaqaga o'tib olinglar, imkoniyatlar bo'lsa, Zoomga o'tib olinglar, Zoomda yaxshi. Э, Demak, dальше davom etamizmi? Bir soatda ulgursa ulguramiz praktika qilishga, bo'lmasam hali yana ochiq darsimiz bo'ladi. Demak, eng katta muammo onamiz bizdan noroziligida emas. Eng katta muammomiz uni noroziligi haliyam bizni hayotimizni boshqarayotganida. Bu prям qaytarib aytaman. Onangni roziligiga erish degan joyi borku, u juda ko'p narsalarga bog'liq. Onani kimligiga, sizni kimligingizga, qaysi vaziyatga. Представьте, oyingizda ham xuddi sizga o'xshagan ehtiyoj bor. Shu ehtiyojini endi sizdan talab qilyapti. Va o'lib qolsangiz ham uni bu ehtiyojini onasini o'rnida qondira olmaysiz va u norozi. Qanaqa qilib roziligini olish kerak? В смысле, endi hozir uni roziligini olsam baxtli bo'laman. Uni imkoniyati yo'q. Va bu yerda yana qaytarib aytaman. Ona xato qildi, men xato qildim emas. Adekvatni qarab, взрослеть qilishni o'rganishimiz kerak. Chegarani to'g'ri qo'yib bilishni o'rganishimiz kerak. Adekvat baho berib, adekvat reaksiya qilishimizni o'rganish kerak. Onaga zarar yetkazish, o'zimga zarar yetkazish emas. Buni katta inson sifatida, og'riq, ehtiyojdagi bola sifatida qarab, yo agressiyaga yugurib, yo aybdorlikka yugurib yiqilib, yo o'zimga qarshi chiqib nimadir hal qilishga harakat qilishim emas. Именно katta odam sifatida bo'layotgan hodisalarga baho bera olishimda. Demak, problema man haliyam onamni недовольствияsi hayotimni butunlay управлять qilayotganida. Пока sizni настроениеңiz, o'zingizni qadrli qadrsiz ekanligingizda boshqa insonni мнениесidan, fikridan зависеть qiladi, boshqa odamni fikriga bog'liq bo'lib qolgan bo'lsa, siz psixologicheski hech qanaqasiga erkin emassiz. Qo'shilasizlarmi? To'g'ri aytdingiz, meni haliyam onam noroziligi boshqaradi. Qo'shilmaydiganligi ham chat ochiq. Chunki hammasini naqasi bor, o'rni bor, hammamizni qarashimiz har xil. Demak, onalar qanaqa bo'ladi? Qarab chiqamiz. Ularni ayblash uchun emas. Bu sxema, sistema munosabatimizda qanaqa o'zi tuzilgan? Masalan, ona жертва, doim kasal. Unga hammadan og'ir har doim diqqatingizni, e'tiboringizni talab qiladi. Doim xafa bo'ladi. Aytmay xafa bo'ladi, so'ramaydi, kutadi, xafa bo'ladi. Sizda har doim aybdorlik hissini chaqiradi. Bu joyda bizni reaksiyamiz qutqaruvchi bo'lish. Yoki ona doim недовольна ona. Nima qilsangiz ham. Nima qilganingizdan qat'iy nazar bu kam. Yaxshiroq qilish kerak edi, ko'proq qilish kerak edi. Yetarlicha emas bu. Mumkin edi buni вообще zo'r qilib qilish, так себе qildik. Bolada убеждение paydo bo'ladi. Men yaxshi ko'rishlari uchun men u sevgini заслужить qilishim kerak, достойный bo'lishim kerak. Yana bir tipdagi onalar doim kontrol qiladigan onalar. U hammadan ko'p biladi. To'g'risini u biladi.
nima sizga yaxshiligini ham u biladi. Doim u bilan maslahatlashishingiz kerak. Doim so'ramagan joyda ham maslahat beradi. O'zi so'rab turib keyin maslahat beradi. Nima bo'lganini so'rab. Bolani katta bo'lganini umuman tanimaydi. Bu ham katta odam, bu ham tam 30 ga kirib qo'ydi-ya, 40 ga kirdi endi, bu ham взрослый, buni ham oilasi bor, kallasi bor, tajribasi bor degan narsa yo'q. Любой sizni yo'q, unaqa emas degan joyingiz просто siz sotqinga chiqasiz. Umuman qabul qilolmaydi, ko'tara olmaydi. Siz согласна bo'lmasangiz. Ну, hamma ona shunaqa emas. Lekin onalarimizda baribir bu kачество bo'ladi. Nimaga bo'ladi? Bizda ham shunaqa hozir. Onamiz bilan bo'lgan состояниеdan kelib chiqib bo'lsa, hozir bolalarimiz bilan shunaqa. Va onalarimiz ham shunaqa. Ya'ni bu shunaqa tuzilgan. Dunyo shunaqa tuzilgan. Ona chegarangizni buzsa, manipulyatsiya qilsa, nimadir qilsa, bu yoqda u yomon inson degan xulosa chiqarish kerak emas. U просто shunaqa ona. Uni yashashda qo'ldan keladigani shu. Bularni oqibati sizni psixikangizda qoldi уже. Va gap hozir onani to'g'rilashda emas, kechirish emasda emas, oqlashda ham emas, uni tushunishga harakat qilishda ham emas. Bo'ldi. Bu yerda mani psixikamda qolgan asoratlar bilan ishlash. Nima uchun katta odam reaksiya qilishda davom etadi, 45 ga kirgan bo'lsa ham. Chunki psixika eski pravillari bilan ishlashda davom etyapti. Так, manimcha ozgina qorong'u bo'ldi. Shuda. Kimdir haliyam o'sha paytda yashab qolishiga yordam bergan reaksiyasini takrorlayapti. Bola o'sha paytda nimadir qilgan va u yashab qolishiga yordam berdi. Bola onasidan zavisit qilgan. Qorni to'yg'isa to'q, uxlatsa uxlaydi, tagini tozalasa u quruqda yotadi, bo'lmasa yo'q. Onani sevgisi o'sha payt teng bolani xavfsizligi, yashab qolishini bazaviy ehtiyoji. Onani недовольствоsi сразу bolaga xavf, ugroza sifatida ta'sir qilgan. Miya buni eslab qoldi. Hozir bu xavf yo'q, miya baribir shunaqa reaksiya qiladi. Tushunarli? Menda ham onamni shu fe'li ko'p qolgan. So'ramay kutib ololmasdan xafa bo'lish. Onamdan norozi bo'lgan sifatlarni bizda ham o'tib. Bizda bu sifatlar ketish uchun nima qilish kerak? Bu sifat onamda nima uchun bo'lgan? Bu birinchi savol. Bu sifatni men onamdan meros nima uchun qilganman? Bu ikkinchi savol. Buni orqasida har xil sabab turadi. Biz onamizdan yomon deb o'ylagan sifatlarimiz, bizani разрушать qiladigan, atrofni разрушать qiladigan sifatlarni meros qilib olishimizni orqasida sabablar bor. Va u sabablar har xil. Meros qilishimiz bir xil, sabablar. Rasmkada bu sabab ko'rinadi va bu sababga qarab to'g'rilaymiz. Ya'ni bu dunyoda любой muammoni yechadigan bitta formula, sxema bor deb qidirmanglar, yo'q. Bitta odam agressiv, ikkinchisi agressiv. Ikkalasi bir xil reaksiya qiladi. Lekin bu ikkita bir xil reaksiyani orqasida turgan состояние, bu agressiya orqali yopishni xohlagan ehtiyoji bir xil emas. Va biz bu ehtiyojni aniqlashimiz kerak. Дальше. Agar sekin qaysi travmalar bizani bunga majbur qiladi deb просто yuzaga qarab chiqadigan bo'lsak, birinchi bizani qo'rqitadigan narsa onamiz bizdan yuz o'girishi. Travma отвержения. Onam mendan
Недовольными, demak, man bilan nimadir niyat bo'ladi. Man nimadir mutofiq qilaman degan состояние. Shu ketdik самокопание, самоагрессия, o'zimizni vinovat qilib, дальше o'zimizni prям polita qilib tashlashga ham rozi bo'lsa, lишь бы bizdan недовольны bo'lmasinlar. Keyingisi sevgini yo'qotishdan qo'rqishimiz. Shu uchun biz дальше toqat qilamiz, chidaymiz. Вообще xunuk o'xshatish bo'lsa ham qaranglar. Hojatga chiqqingiz kelganda qanchalik chidamlisiz? Chidaysizmi, yo'q? Bu прям важный показатель. Va bu mana shu travmaga прямой отношенияsi bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, sevgini yo'qotishdan qo'rqsak, toqat qilamiz. Nima desalar ham соглашаться qilamiz, ha shunaqa deymiz. Va bu juda dam aqlliman, dam mudriyman, dam ha dedim, konfliktni oldini oldim deb o'zimizni qancha aldasak ham aslida unaqa emas. Jim turamiz. Gapirmaganim ma'qul deb o'ylaymiz. Masalan, mani bolam подростковый возрастga yetgan paytda urushganimda просто jim turishni boshladi. Да, vaqtda нормально травмировать qilganman. И u javob qaytarganda balkim unga yomonroq qilgandirman. Naказать qilgandirman. И shuni oldini olish uchun jim turishni to'g'ri reaksiya deb qabul qilgan. Birinchi farzandim dunyoga keltirgan paytim просто nima deydi? Yam-yashil, tup-tubom, xom inson bo'lganman. El qatori shu xatolarni man ham qilganman. Дальше o'zini qurbon qiladi. Sevgini yo'qotishdan qo'rqqanda. Hech kimga yomonlik qilmagan bo'lsa ham o'zini aybdor his qiladi. Samotsenka butunlay onasini baho berishidan зависит. Onasi bugun zo'r, молодецsan desa, zo'r qilibsan desa, bo'ldi, ket, дальше tapis qilishni boshlaydi. Sen nima qilyapsan? Sen nonko'rsan, xato qilding. Bor qaynangni uzr so'rada, дальше yasha desa, bo'ldi, samotsenka dabdalasi chiqdi. Yo'q, uni qarang, saralashmayman, buni eplayman o'zim. Bu bizning munosabatlarimiz demaydi yoki bu yerda men haq edim deb aytmaydi. Просто дальше davom ettiradi. Oyisi aytganini qilishdi. Endi keyingi savol, nima uchun odamlar bizga maslahat beradi, nima qilish kerakligini? O'zimiz ham juda ham yaxshi bilamiz. Lekin ishlamaydi. Правильно? Hammalaringiz yaxshi bilasizlar nima qilish kerakligini. Lekin nimaga ishlamaydi? E'tibor berma. Chegaralaringni qo'y. Ikkinchi maslahat. Yo'q deyish qiyin emas-ku, просто yo'q de ketaver, bo'ldi. Shuni ham tam muammo qilyapsanmi? Eshitadigan maslahatlarimiz. Agar ichingizda travmadan keyin o'sha qo'rqib qolgan bola o'tirgan bo'lsa, naplevать хотела bu bola sizlarni sovetlaringizga. U katta odamday reagirovать qila olmaydi. O'sha bola qanaqa reagirovать qilsa, shu reaksiyani qilishda davom etiraverasiz. Sizni travmangiz reaksiya qiladi. Вообще travmani проработка qilsak nima bo'ladi? Да, mo'jiza yuz bermaydi. Travmangiz bilan ishlasangiz, o'zingiz вообще o'zgarmasligi mumkin. Kerak bo'lsa. Munosabatingiz zo'r bo'lib ketadi degan narsa illyuziya. Ba'zan o'zgaradi. Ko'p hollarda o'zgaradi. Даже ayta olaman, ko'p hollarda deb. Lekin 100% emas. O'zingiz вообще o'zgarmasligi mumkin. Но siz o'zgarasiz. Sizni o'zingizni любой xatti harakatiga, tam ehtiyojiga, manipulyatsiyasiga reaksiyasi o'zgaradi. Shunda judayam zo'r narsalar sodir bo'lishni xohlaydi. O'zingiz avvalgiday o'sha eski tos eski hamon manipulyatsiyasini qildi, aybdorlikka soldi, недовольный bo'ldi yoki жертва bo'ldi, lekin ichingizda
avvalgiday panika yo'q. Voy endi nima qilaman, men yomon farzandman deb to'riyoqqa o'zingiz urmaysiz. Aybdorlikka kirish yo'q. O'zingizni oqlayman deb to'riyoqqa urmaysiz. O'zimni yomon deb o'zingizga agressiyangiz ko'tarilmaydi. Va man o'ylayman, bu natija uchun stoyadi ishlash. Juda ko'pchilik holda biz onamizni o'zgartirishga harakat qilamiz. Onamiz bilan tashqaridan munosabatimizni o'zgartirishga harakat qilamiz. Ona bilan nimadir qilish kerak emas. Ona bilan ishlash kerak emas. Haliyam onangizni одобрениесini kutib turgan ichingizdagi bo'lagingiz bilan ishlash kerak. Va aynan bu bilan mm, shug'ullanish mumkin. Расстановкада, terapiyada и travma kursida. Toqat qilishni o'rganmaymiz yoki kurashishni o'rganmaymiz u yerda. Biz ichimizdagi og'riqni o'pib tashlashni o'rganamiz. Bizani onamiz недовольный bo'lganidan biz erkin emasmiz. Emas. Bizani onamiz недовольный bo'lgani biza o'zimizni qanaqa his qilishimizni aniqlab berayotganidan va shu ma'noga qarash kerak bo'ladi. Umuman o'ylaymanki, onamiz bizdan недовольный bo'lsa ham baxtli bo'la olamizmi yo'q degan savolga hamma o'zida javob topdi deb. Nima deb o'ylaysizlar? Qaytarib tushuntiray. Hamma joyini, qaysi joyini? Savol yozinglar. Hammasini qaytarib tushuntira olmayman, prям savol yozinglar. Да, записать tushunasiz. Rostdan ham zapis beriladi. Zapisать tushunasiz deb yozinglar sizga administrator. O'shanda ham qaysidir joyini aytib o'tmagan bo'lsam, bemalol kommentariy yozsangiz bo'ladi. Oxirgi gapim nima? Хорошо. Onani недовольный bo'lganidan biz erkimizni yo'qotishimiz yoki там psixologik erkin bo'lolmasligimiz onamizni недовольный bo'lganidan boshlanmaydi. Onamizni недовольный bo'lgani oqibatida biz o'zimizni kim deb his qilayotganimizdan boshlanadi. Не свобода. Erkin bo'lolmasligimiz, katta bo'lolmasligimiz. Onamiz недовольный, biz o'shandan o'zimizni qanaqa his qilishni boshladikmi? Mana shu joydan biz не свободны. Shuni aytmoqchi edim. Давайте вопросы теперь. 5 minut vaqtimiz bor. Praktика qilishga ulgurmadik. Chunki ochiq dars 24-da manimcha bo'ladi. O'shanda обязательно praktika qilishaman. Balki bu dars 1 soatli emas, balki 1,5 soatli bo'ladi. Ona bilan emotsional yaqinlik his qilmaslik nimada? Ona bilan emotsional yaqinlik his qilganimizda bizga настолько больно bo'lganki, bu bo'l bilan yashash qiyin bo'lgandan keyin biz shunchaki buni yopamiz. Va biz his qilmaslikni tanlaymiz. Bu himoya reaksiyasi. Biz вообще his qilmaymiz. O'zingizni quchoqlaysiz, lekin mehr yo'q-da. Yo'q unda. Praktika qila olmaymiz, vaqtimiz yetmaydi. O'sha vaqtimiz kelib qoldi. Hech kimda savol bo'lmasa, tugatsak bo'ladi.
Demak, ichimizdagi jarohatdan kichkina bolani davolashimiz kerak. Hozirgi yoshimizdagi vaziyatlarda trezve qarash uchun, katta bo'lish uchun to'g'ri Nargiza. 100% tak. Men ularni hech qachon quchoqlamaganman. Mahliyoga munosabatidagi ona darsini qaytib eshitishi yozyaptilar, lekin u yerda travma nuqtai nazaridan aytmagan. Boshqachasiga, boshqacha podxod bilan gapirilgan. И bugungi darsdagi gaplar u yoqda yo'q. Shu darsni eshitmagansan? Ну, хорошо, unda точно eshiting. Bu YouTube'da bormi? Yo'q, bu pullik kursdagi dars. Просто Mahliyo u kursda qatnashchisi. Shuning uchun ularga yozdilar. Shu darsda ham bor javob. Qaytib eshiting. Harakat qilaman Mahliyo yangi ma'lumot berishga. Chunki bitta ma'lumotni aytish o'zim uchun shunaqa skучно, maza qilolmayman. Qiynalib ketaman. Shuning uchun yangi ma'lumotga harakat qilaman. O'zimga qiziq bo'lsa, sizlarga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Orada bunaqa podxod qilib ko'rdim 1-2 yilcha oldin. Odamlarga nima qiziq, shuni qilishni. O'zingiz maza qila olmasangiz, odamlarga ham qiziq bo'lmas ekan. Хорошо. Все, bo'lmasam shu joyda yakunlasak bo'ladi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, travma bilan ishlash o'zimizni bir butun his qilish uchun, katta inson sifatida bo'layotgan narsalarga reaksiya qilish uchun, biza bilan negativniy narsalar, e, hayotda og'ir narsalar sodir bo'lishida, ya'ni buni sodir bo'lmasligiga garantiya yo'q. E, Qayerdadir urush bo'lyapti, qayerdadir yana nimadir bo'lyapti. Mana shunaqa narsalar sodir bo'lishida biz o'zimizni butun saqlay olishimiz, to'g'ri reaksiya qila olishimiz, buni ko'tara olishimiz, sinib qolmasligimiz va bu paytda o'zimizga kerak bo'lsa atrofdagilarga yordam bera olishimiz uchun biz o'zimizni travmirованный qismlarimiz bilan ishlashimiz kerak. Travma kursi 3 oy edi. Bu safargisi ham 3 oy edi, lekin yaqin kunlarda buni o'zgartirdim. 2 oy qilishga qaror qildim. Chunki 2 oy resursni bo'ladi. Va qaysidir kursga kirmagan joylarini обязательно alohida vebinar qilib qo'yamiz. Ikkita vebinar отдельно qo'ydik. Unga kim xohlasa borishi, kim xohlasa bormasligi mumkin. Qaysidir travmalar редко uchraydigan bo'lishi mumkin yoki judayam ishlash qiyin bo'ladigan travmalar bor. Ularni alohida o'tamiz. Tak hamma professional psixologmi, psixolog emasmi, farqi yo'q. Hamma uchun tushunarli bo'ladigan temalarni hammasi 2 oylik kursga kiritilgan bo'ladi. Kurs haqida ma'lumot kerak bo'lsa, yaqin kunlarda chop etamiz. Chislosi aniq, narxi aniq, bo'ladigan vaqtlari, soati, tarkibi aniq. Haftada 1 kun dars bo'ladi, 2 kun praktika darslari bo'ladi. Hammalaringizga kattakon rahmat. Bu ma'lumotga qiziqib kelganlaringiz uchun. O'ylaymanki, sizlarga bu foydali bo'ldi deb. Sizlarga ham rahmat. Keyingi efirlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.